Barchaga salom, sizlar bilan birgalikda men Van. Bugungi videomizda biz Extreme Car Driving o'yinida mashinalarni tuning qilamiz. Siz kanalimga obuna bo'ling va albatta layklarni liklatib tashlashni esingizdan chiqarmang. Unda ko'p gapirib o'tirmasdan videomizni boshladik. Xo'p, tuning qilamiz. Mashinalarni hozir pul yig'ganman, anchagina ko'p. To'g'rirog'i mod bilan. Agarda sizga ham mod kerak bo'lsa, keyingi videolar kommentariyaga yozsanglar, keyingi videolarda mod qo'shishni ham o'rgataman. Xo'p, mashinalar mana shu 4 ta mashinani bu videoda tuning qilamiz, qolganlarini keyingi videoda tuning qilamiz. Birinchi mashinadan boshlaymiz. Corvette. Xo'p, rangini qanaqa qilamiz? Qora zo'r turibdi. Oq ko'raylikchi. Metalikalari ham. Metalik bu yaltiraydi. Bu yaltiramaydi. Shu yaltiramaydigandan qo'yamiz birorta rangda. Shuni qo'yamiz. Tushmadi. Mana bu rang zo'r tushdi. Qora to'sib qo'yapti mashinani. Mana shunaqa qilamiz. Qani yoqmasa keyin o'zgartiramiz. Pul ko'p. Albatta kommentariyaga yozinglar, tuning sizlarga yoqyaptimi yoki o'zgartirish kerak shu joyni deb yozsanglar, o'qiyman kommentariyalarda. Mana shuni qo'yamiz. Rangini qora qo'yaversak ham bo'ladi. Mana qora qo'yamiz rangini. Buni rangini qizil qo'yamiz. Tak, tonirovka qora. Dim. Shu binafsha rang. Neon. Buni ham binafsha rang qilamiz. Spoiler. Uppa, ne? Spoilerni qaranglar hozir. Uzoqlashmaykan. Kichkina spoiler, katta spoiler qo'ymasa ham bo'lar ekan. G'alat bo'lib qoladi qo'ymasa. Qaysi biri yaxshi? Mana kattasi. Skin qo'ysak bo'lar ekan, lekin skinga aniqmas yo'q. Tak. Haydab ko'ramiz mashinani qanaqa bo'libdi. Oppa, mana buni qaranglar. Nima buni neonlari qani? Farasini yoqsa neon. Yo'q, neon qo'ymadik. Neoni yonmayapti, cho'ta pastga qarasanglar bo'ladi. Tuning qaranglar, oppa. Zo'r bo'ldi lekin mashina dahshat. Qaranglar, o'zi ham tushdi mashinaga. Skalari ham. Oppa. Neoni yo'q. Mayani to'xtatib. Hozir neonni ko'ramiz. Magnet qoldi menimcha. Mayli, keyingi mashinaga o'tamiz. Mana birinchi mashinamiz udar bo'ldi.
eng zo'r chiqqan mashinani previewga qo'yaman. Buni ham qilamiz. Xo'p, rangini shu yaltiramaydigan rang qo'yamizmi? Qizil. Bitta qizil yarashadi. Hoppa. Qo'yib ko'raylik. Biz o'zgartiramiz. Xo'p, bunisini diska hamma mashinaga yarashadi. Bunga hoppa, mana qaranglar. Mana diska. Kolxoz bo'lyapti. Diskalar ham normalniy diska qo'ysa bo'lmaydimi? Bunga mashina qo'ysak bo'ladi. Qo'yamiz. Diskani rangini unaqa qo'ysak kolxoz bo'lib qoladi. Qora qo'ysak-chi. Bunisini qizil, tonirovka qop-qorasidan. Mana tonirovkasi. Bo'ldi. Tak. Nima bu? Dimda yashil, neon. Uruvinimiz 6 bo'ldi, korotchi. Xo'p, neonda ham yashil. Neon ko'rinmay qolyaptimi? Tak, bo'ldi. Qo'ydik. Buni ham neon ko'rinmayapti, cho'ta. Bunga spoiler bir-birlar qo'yib bo'lmadi. Bunga neon mashina berdi. Uruin oshganda mashina berar ekan. Qanaqadir mashina, Mustang. Nimadir mashina xullas. Mashinamizni ber, bizda o'zimizni qo'yapti. Xo'p. Qani? Nimaga new? Kirdik. Tak. Endi qiladigan mashinamiz mashina nomini bilmayman. Toyota'mi? Shunaqa. Menimcha Toyota nimadir? Bizlar bunga o'sib. Toyota'ni qanaqadir versiyasi menimcha. Rangini sol metalik. Bunga yaltiraydigan rang qo'yaylikchi. Mashina ham zo'r turdi. Qaysi rangni qo'ysam yaxshi? Mana shu rangni qo'yaylik. Diska. Mana kolxoz diskalar qo'ygan. Shuni qo'yamizmi? Juda yarashmadi-yu. Diskani rangini. Shunaqa qo'yamiz. Yo'q.
qildik. Diska zo'r turdi, qaranglar. Zo'r turdi, davay drive. Qani ko'ramiz mashinani. Unchalik zo'r bo'lmadi bu mashina. Oppa, diskani qaranglar, diskani. Drift rejim, faralarda yo'q. Oppa, diskani qarang. Spoiler qo'yib bo'lmasa drift chiqadi. Bitta burun to'xtab qoladi. Diska zo'r, diska yor. Oxirgi anuvda qilamiz. Oxirgi mashinamizni qilamiz. Oxirgi mashinamiz nima mashina edi? Mashina nima edi? Bu Toyota edi, Mitsubishi edi. Oti esimdan chiqib ketdi, bilardim. Ay, drive it bosib ketdi. Qaroq. Rangini qanaqa qo'yamiz? Yo'q, yemadi. Sariq. Oppa, mana shu rangni qo'yish kerak. Factory qanaqa? Factory zavod degani shu zavoddan chiqarilgan rang. So'l metalik. Metallikda yaltiraydi, bundacha. Yo, bunda bo'lmadi. Metalik qo'yamiz. Diska. Qanaqa qo'yamiz? Yorvoradigan diskalarni qo'ysa bo'lmaydimi? Qayerdagi loy diskalarni qo'yib qo'ygan. Bunga ham shundan qo'yamizmi? Zo'r turadi-da bunga. Nimani qo'yamiz? Tak, boshqacharoq diska qo'yish kerak-da. Shuni qo'yamiz. Yemayapmiz. To'xtaychi. Hozir diska yemasa o'tdaymiz. Dim. Spoiler qo'ysa bo'lar ekan. O'zini spoileri ham zo'r turibdi, lekin biz o'zgartiramiz. Oppa. Kattasi bo'lmaydi. Qaranglar. Mashina it bo'ldi, it. Hozirda ko'raylikchi, diskani yarashibdimi, yarashmabdimi ko'ramiz. Mashinani orqasidan zo'r narsasi chiqargan. Gulshiteriga qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Zo'r bo'ldi. Tak, tuningni yoqamiz. Dima uncha o'ziga yarashmadi, chunki o'ziga mos dim bo'lgan. Oppa. Diskasi ham yaxshi turdi, lekin qarang. Bo'ladi diskasi. Normal. Oppa. Zo'r bo'ldi. Qarang. Gördüler. Mashinamizda zo'r edi. Nasıl mashinani alohida qo'ysak, birinchidagi bilan mana shu Hoppa. Spoiler qo'ydim.
ichidan ko'raylik mashina. Ichi bir katta bo'ladi. Mashinaga gap yo'q. Yo, to'xta garajga. Tak, unda videoni shu joyda tugatamiz. Sizga qaysi mashina eng yoqdi? Shuni albatta yozib qoldiring. Albatta hamma kommentlarni o'qiyman. Videoni shu joyda tugatamiz. Hammangizga xayr. Sizlar bilan birgaman va Nurbon. Hammaga xayr.